pochta orqali biror bir tashkilotga xat yubordingiz, lekin ushbu xatingiz ushbu tashkilotga yetib bordimi yoki yetib bormaganligi bo'yicha sizda albatta savol tug'iladi. Shu bois sizlarga ajoyib bir yechimini tayyorlab qo'ydim. Google ga kirib olamiz va kirib bo'lganimizdan so'ng undan UzPost saytini qidiramiz. UzPost sayti chiqqandan keyin unda kuzatish punkti paydo bo'ladi va ushbu punktga kvitansiya raqamimizni kiritib o'tamiz va kuzatish tugmasini bosgandan so'ng ekranda yuboruvchi va qabul qiluvchini manzillari va ma'lumotlari aks ettiriladi. Yuboruvchi ya'ni siz, qabul qiluvchi ushbu tashkilot bo'ladi. Bizda Angren shahridan yuborilyapti va qabul qiluvchi Ohangaron fuqarolik ishlar bo'yicha tumanlar sudi, Ezgulik ko'chasi 3-uy. Pastroqqa tushganimizda pochta raqami qachon yuborilganligi ko'rsatiladi va 28 fevral kuni biz pochtamiz jo'natmamiz yaratilgan ekan va 3-mart kuni Ohangaron sudiga yetkazib berilgan ekan. Ushbu elektron sayt orqali siz yuborgan pochtani jo'natga tayyorlanganligini yoki saralash jarayondaligini va yetkazib berilganligini elektron ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Hammaga manzur bo'ldi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa, like va podpisk, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz.